Milliy qadriyatimizning belgisi. Abduri Muhammad Yusuf. Til insonlarning eng muhim aloqa qilish quroli. Jamiyatda insonlar faqat shu til vositasi orqali bir-birini tushunib, taraqqiyot bosqichiga ilgarilaydi. Tildan boshqa har qanday vosita bu vazifaning o'tisidan to'liq chiqa olmaydi. Til bo'lmasa, jamiyatmi jamiyat bo'lib tura olmaydi. Bir millatning tili shu millatning mavjud bo'lib turishining kapolatidir. Har qanday millat o'zining tili bilan tunildi va o'z mavjudiyatini saqlab qola oladi. Shuningdek, til har qanday bir millatning ro'naq tepishiga yoki aksincha dunyo yuzidan g'oyib bo'lib ketishiga sabab bo'ladigan omildir. İngilizlar o'z tilini rivojlantirib dunyoga tarqatishga ahamiyat berganlikdan bu kunlarda u dunyo yuzlik tilga aylanib qoldi. Xitoy davlatini bir necha asr o'z hukmronligida idora qilgan Manju millatining assimilyatsiya bo'lib ketish xavfiga ahamiyat bermaganligi va tilini ko'z qarchig'idek saqlab qola olmaganligidan oxiri ular qumliq yerga singib ketgan sudakla dunyodan g'oyib bo'lib ketdi. Til ana shundoq millat taqdiri bilan tutash muhim omildir. Uyg'urlarning o'z tilini qo'g'dash yo'lidagi kurashlari Uyg'ur xalqi nihoyatda uzoq tarixga, yuksak madaniyat meroslariga sahib bo'lgan munavvar bir millatdir. O'tmishda ajdodlarimizning tili Osiyo, Afrika qit'alarigacha tarab keng doirada qo'llanishga ega bo'lib kelgan edi. Misrning yerlik shivilarida Uyg'ur tilidagi ba'zi atalg'ular hozirmi saqlanib kelmoqda. Ajdodlarimizning orasidan yetilib chiqqan olimlarimiz tilimiz boyligini aks ettirib, cho'ng hajmdagi qomuslarni yozib qoldirganligi o'tmish tariximizdan ma'lum. Mahmud Qashqarining Turk tillar divani, Yusuf Xas Hojibning Qutat G'ubulik nomli asarlari shuning amaliy misolidir. Bu orqali olimlarimiz Uyg'ur tilini saqlab qolish va uni targ'ib qilishda cho'ng rol o'ynagan. Chunki u vaqtlarda islom dini Turkiy xalqlar orasiga yangidan tarqalib, islom ahkomlarini o'rganish uchun arab va faris tillarini o'rganish havasi xalq orasida keng qanot yaygan mezgil edi. Islom dini mamlakatimizga Iran tarafdan kirib kelgachga shu qatorda faris tilining ta'siri oz bo'lmadi. Natijada Turkiy xalqlar, jumladan Uyg'urlar o'z tilini arab va faris tillariga aralashtirib so'zlaydigan, hatto arab faris tillaridan ba'zi atalg'ularni qabul qilish natijasida o'z tilidagi shu atalg'ularni qo'llanmaydigan holatlar paydo bo'lishga o'tgan. Dal shu vaqtda bizning millatparvar donishmand buvimiz Mahmud Qashqari kishilarning arab faris tillariga berilib ketib, o'z tilini unutib ketmasligi, yana bir tarafdan boshqa xalqlarningmi turk Uyg'ur tilini o'rganishlariga yordamchi qo'llanma bo'lish maqsadida mazkur divonini yozib chiqdi. Bu davrda shundoq bir tushuncha bo'lishga o'tganki, ayni vaqtdagi adiblarning yozgan asarlarida arab yoki faris tillari aralash bo'lmasa, u asar haqiqiy badiiy asar sifatida baholanmaydigan bo'lgan edi. Shundoq bir sharoitga amal qilmay, Yusuf Xas Hojib dunyoga dangliq Qutat G'ubulik asarini xos Uyg'ur tilida yozib chiqdi. Qutat G'ubulikni tadqiq qilib kelayotgan olimlar shuni aniq ifodaladiki, bu asarda turk tilidan boshqa tillardan kirgan so'zlar yo'qning o'rnida. Biran sarallar uchrashib qoladi. Shu yo'nalish ta'sirida 14-asrning oxiri va 15-asrning boshlarida Mavara un-Nahrda ijodiy faoliyatlarni ilib borgan Lutfi, Atoi va Sakkakilarning g'azallarimi Uyg'ur adabiy tilida yozilgan. Demak, shu davr sharoitidami ajdodlarimiz ana tilimizni ko'z qarchig'idek qo'g'dab keldi. Tilning millatni saqlab qolishdagi roli. Manjular vatanimizni ikkinchi qatim istilo qilganda assimilyatsiya qilish maqsadida o'z tilini xalqimizga zo'rlab tangib, yezi qishloqlarda manju tilida maktablarni ochgan bo'lsa-mu, xalqimiz orasidagi vatanparvar, ilg'or fikrlik o'lamalar Uyg'ur bolalarini ularning maktablarida o'qishdan to'sab keldi. Bu faqat tilimiz orqali diniy va milliy mavjudligimizni saqlab qilish qartilgan ish edi.
ajdodlarimizning irodasiga varislik qilayotgan ko'pchilik ota-onalarimiz helimi tilimizni sirtqi ta'sirlardan saqlab kelmoqda. Til millat demakdir. Milliy urf-odatlarning shakllanishimi til vositasiga munosabatlik. Şoңlashqa, o'z ana tilini bilmaydigan bolaning mijoz xulqimi o'zi so'zlashib yurgan tildagi g'ayri millatning o'zgachiligiga mos shakllandi. Demak, o'z ana tilini bilmagan bola xalqimizning milliy an'ana, urf-odatlariga yo'qishmaydigan bo'lib o'sganligi muqarrar. Kichik cho'ngi bo'lgan hurmat, izzat qoida usullarimizdanmi, ularning parvosiz o'sganligimi ana shuningdan. Bu ishdagi cho'ng mas'uliyat va javobgarlik ota-onalarning ustiga yuklandi. Shunga ota-onalar mayli qaysi davlatda bo'lsin, uyda cho'qim Uyg'urcha paransilashi, bolalarning boshqa tilda so'ragan savollariga javob bermasligi va ularni Uyg'urcha so'zlashga tashabbus qilishi, Uyg'urcha kitoblarni ko'p o'qishi, bolalarga tavsiya qilishi nihoyat zarur. Zodi shunday qilmasak, tilimizni qanday saqlab qolamiz? Ba'zi kishilar o'z ana tilini yaxshi bilib tursa-mu, xuddi o'zini shu orqali bir ko'rsatgisi kelgandek, uningdan shuhratga erishgandek, zo'lab boshqa millatning tilida so'zlashidi. Bu do'ramchilikning nima hojati bor ekanligi tushuniksiz. Amaliyotda bu o'z millatini, tilini xo'rlaganlikdir. O'z tilini bilmaslik nomusdir. Yot elda yashab, shu xalqning tilini bilmaslik uyat emas. Biroq hozir dunyoning qaysi bir yerda yashamayli o'z ana tilimizni bilmasligimiz ichinishliq va kelgusi avlodlarimiz oldidagi jinoyatimizdir. Qisqasi, o'z tilimizni bilmay turib, qandaqmi o'zimizni shu millat qatori qo'ya olamiz? Ko'p til bilish kishining bilim saviyasining yuqori bo'lishiga turtki bo'lganligi haqiqat. Albatta, uni olqishlashga arziydi. Lekin boshqa tilning g'o'riga jimiqib, o'z ana tilini unutib ketish yoki o'rganmaslik nomussizlikdir. Har bir millatning qadr-qimmati tili orqali to'nilayotgan mushu davrda o'z tilini ko'zga ilmay, uni unutib ketib, boshqa millatning tiliga beqingan odam o'z ana tilini haqorat qilgan bo'ladi. Mundaqlar o'z millatidan yuz o'rgan va avlodlarning kelajagini dafsanda qilgan bo'ladi. Demak, til millatni saqlab qoladigan muhim omil. Yangi hayot gazeti 1997 yil 15 may sonidan.